Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatayotgan chorva ishqibozlari, chorvasi obunachilari, aka-ukalar, kanalimiz a'zolari, akalar, bugun biz Chiroqchi tumani Qalqama mol bozorini semga qilyapmiz. Sanamiz 21-iyun hafta kuniga yakshanba. Bozor har kuni saharda boshlanadi, 4:00 4:30da akalar. Xo'p. Bugün bu qanaqlari bilan sekin tanishtiramiz. Kanalga yangilar, kanalga kirib obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Videomizni boshladik. Aka necha pulga bordi bu? Boqma. Necha pulga bordi? 25 deyapsizlar. Bozor necha pulga? 23 ya'ni emish akalar. Boyu 1.15 cm. Boqmoqlar juda kam. Jiyan necha pul so'rayapti buni? Necha pul so'rashyapti? Jimdiki chiydi bo'ladi, jiyib ishga gap bo'lish mumkin emas. Ikkalasini 40 million so'rayotgan ekan. Biri 12, bunisi biri 15 dan ozgina baland. 20 dan so'rashyapti. Kichkina sutdan chiqib kelgan mol juda ko'p ekan, hozir o'tamiz u tomonga. Aka necha pul so'rashyapti? 22 ga boribdi. 22 millionga. Mana bu xolos shvitlar. Kiribdagi. Hozir narxi bilan tanishamiz. Aka necha pulga boribdi bu? 26 ga. Boyu 1.20 akalar. Necha pul so'rayapti buni? 25 million, nargisini 26 million qilyapti. 25 ga boribdi. Simentalla kiribdi akalar. Aka necha pulga bordi bu? Bozor necha pul qildi? Hozir kiribdi. Qarab. Mana semental. Aka bahosi qancha bo'lyapti buni? 70 million. Akalar bahosi. Ustilari mana. Ustilari deyapman. Boyu 1.50 ga yaqin, lekin 1.50 chiqmaydi. 70 million baho aytadi, lekin chiroyli boqqan ekan, o'smay qolgan ekan. Sementali bu yoshda katta bo'lib ketish kerak. Savdo chiqmabdi akalar hali. Buzoq bozor esiga o'tamiz. Bugun mol yaxshi kelgan, ho'kiz kam kelgani, lekin mana bunday ho'kizchalar 13 million, 13,5 ga bordi kichigi. Bunisi necha pulga bordi Aydar aka? 19 millionga. Boyi 1.5 cm. Akalar ho'kizcha 19 millionga bordi. Mana ikkalasini 26 shunday so'rayapti ekan. Mana bu nozinchalar sotilganlari
Qonchiqlar. Ha, sutga to'yib kelgan. Necha pul so'rayapti buni? 14 ga berilmayapti ekan akalar. Qonchiqlar endi. 1 metr lekin sutga to'ygan. Mana buzoqlar. 16 million so'm shu urg'ochildi. Nariga 13 o'tdi. Mollar seroq. Mana akalar, buzoqlar sutga to'ydirib olib kelyapti. Jahon aka, nech kundan bo'lar hammasi? Hammasi 8 million 500 ming so'mdan so'ralyapti ekan akalar. Mana erkakcha ham qo'shib olingan. Ya'ni urg'ochi 9 dan bo'lsa akalar mana 9 dan bo'lsa dastavka ichiga ketdi ya. Dastavka beraman deyapti. 11 ga 11 ming 200 so'ralyapti. 16-chalar nech pul so'ralyapti bu? 26,5 so'ralyapti ikkalasi. Buni olishadi. Nech pul so'rayapti aka mana kichkinacha? 10 million so'rayapti. 10 million erkak. Erkagiga. 10 million. 12 million so'rayapti. İkkalasi 21 million. Bir erkak, bir urg'ochi ekan. Hamma buzoqlar bo'yi 1 metr shunday. 1.5. Shu o'rtada joylashgan. Nech pul qilyapti aka buni? Chivitcha. 16 ga hozir berilmayapti degan ekan. 12-13 so'rashyapti ekan. Mana tanalar. 16 ga boribdi mana shu najincha. 16 ga. Nech pul qilyapti buni aka? Nech pul qilyapti? Bozor nech pul qilyapti deymi? 14. Qisir boqishga. Sog'da sirch aka nech pulga bordi? 12 Suti bor ekan 12 ga bor. Bo'ylari biri 20, biri 25 shunday bo'ylari. Kelin guruhlashami? Dastlab chivitlar. Ikkalasini 43-44 ta. Telefon nomer qo'yib ber 99lik 99lik 386 386 77 38. 77 38 ekan aloqaga chiqamiz. Mana suyagi yirik mollar. Boqishga chiqyapti. Tosh katta, suyagi yirik. Yo'q, to'ysiz ham kelyapti. Suti ham bor ekan. Ona bolalar. Bolasi urg'ochi ekan. Aka nech pulga bordi buni savdosi? 36 million so'mga boribdi. Beshinchi qoringa bu aka? Ikkinchi qoringa 36 millionga boribdi bolasi. Urg'ochi.
Mana aka. Necha bor bo'ldi? Bu qachalar? Ikkalasi ham erkak. Onalari qani aka buni? Qaysi birini? 36,5 million so'm savdo bo'lyapti akalar. Bolasi va qora buzoqcha. Bu sigirdagi, bu qora buzoqcha. Mana. Bo'ynida zanjirlar bilan qo'yib qo'yibdi. Aka, buni savdosi necha pulga bor? 33 million, onasi mana shu sigir. Yoshi kattaroq sigir ekan. Necha pul chiqdi shu? Mana shu sigir sotilibdi, narxini bilmadik, lekin sutli sigir ekan. Yelim formasi yaxshigina. Tanlanmasang talg'ir deydi-ku. Akalar. Bolasi erkak. Aka necha pul so'rayapti? Buni 40,5 puldi, ko'p bermadi. 40,5 ga bordi. Bolasi Ikkinchi bolasi. ikkinchi bolasi ekan. 13 ta suti bor. 15 ta suti bor deyapti, bolasi mana. Erkak, uzoqcha. Ikkinchi qoringa ekan. Necha pulga bordi aka? 21,5 ga yo'q. 21,5 ga bolasi urg'och ekan. 21,5 ga bordi. Yoshi katta ekan lekin. Necha pul so'rayapti bular? Necha pul? 31,5 bolasi erkak ekan. Mana sigircha. Sigirni yoshini bilmadim. Yoshini ham so'raymiz hozir. 31,5 million sigircha. 29 ga bor. Bolasi urg'acha? İki tishqin hozir. Ekan akalar. 32 deyapti. Bozor nima qildi? 27 million so'm sigir. Bolasi erkak ekan. Yoshi katta sigir ekan. Bolasi mana shu uzoqcha. Ruhdanqa nima qilasiz? Qachon chiqadi? Bolasi urg'och ekan. Janjal bilan. 28. Shunga shuncha janjal. Mol talash ekan. Kerakmas narsa. Sigir 2-3 litr sut beradi. Sigir sababi go'sht kishili. Mana bolachasi. Sigir yelim kiralib kelgan. Sut bermaydi bu sigir. Menimcha, Alloh alam yana. Necha pul so'rayapsiz? Hangisidan ochigan? Seka egasi. Ha, o'zim tushundim. Necha pul so'rayapsiz? Amaki necha pul so'rayapsiz buni? 27 million so'mga so'rayapti. Bolasi yaxshi urg'och buzoq ekan. Onasini sizgalar katta. Ha, erkak buzoq. 27 ga boryapti savdosi. Kelyapti. Aka necha pulga bordi bu?
33 bolasi erkakmi? Bolasi urg'ochi ekan. 33 ga boribdi akalar. Qizlistonlar. O'ynalar yerda. Onalari. 27,5 ga chiqdi mana shu. Sababi bolasi yaxshi ekan. Sigirda yoshi katta bo'lishi mumkin, lekin sut beradi. Bolasi yaxshi o'nojinchi ekan akalar mana. Elin formachasi. Hammaga rahmat akalar, videoni yakunlaymiz. Like, komment kutib qolaman. Rahmat hammaga.